Bustan Armanistan diyarım benim. Bunlarım sen çınarım sen tumarım benim. Bu bilirim Mahmut Kaşka Yusuf Asacıyım. Gülep ötken yer cennet cihanım benim. Bu bilirim Mahmut Kaşka Yusuf Asacıyım. Gülep ötken yer cennet cihanım benim. Kaşka atoş ve hoten umut can turban. Vakmışım hey hey can eken yoru can. Okut düşmen eşti elge meşgur anari. Ana halkım hey hey yare üstü cemali. yili Ümit yining 13-kuni diyorimizga nisbatan bir qatimliq tarixiy shonliq to'p xarakterdagi xalqaro katta san'at kechiligi Xinjiang Xalq sarayida dog'i qoldi o'tkazildi. Bu qatimliq kechilik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy millatlar birlashib numar o'rlaydigan O'rta Osiyodagi dangliq naqshchilar Urumchiga jam bo'lib, diyorimiz xalqiga o'zlarining eng yangi ijodiyatlari bilan salom yo'llaydigan cho'ng tipdagi do'stlik va madaniyat almashtirish kechiligi bo'lib, ko'lam jihatdan cho'ng, mazmuni mo'l, ittifoqlik, do'stlik asosiy maqsad qilingan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq millatlarning O'rta Osiyoga tunilgan san'atkorlari naqshi o'rlaydigan katta yig'ilish bo'lib, O'rta Osiyoda o'tkazilgan bir qatimliq katta kechilik hisoblanadi. Kechilikka faxrlik Uyg'ur o'g'lonlaridan O'rta Osiyoda nom qozongan Qozog'iston Darvishlar Uyg'ur ansambli. Diyorimizda emas, O'rta Osiyo sahnalarida zo'r olqishlarga erishgan ma'rifatparvar yosh, suyumlik naqshchimiz Mo'minjon Ablikim. Moda naqshlari bilan Amerika yoshlar naqshi musobaqasida birinchilikka erishgan o'rda turdi. Qozog'istonda yoshlar naqsh cho'lpini deb namagan qozoq o'g'loni Xayrat Nurtas. O'zining ijodiy naqshlari bilan O'rta Osiyodan ta'sirga ega İlyas Abdurazzoq qatorliq cho'lponlar Qozog'iston, Qirg'iziston va diyorimizdan jam bo'lib bir qatimli xalqaro cho'ng sahnani butun Xinjiang xalqining huzuriga sundi. Ümit yining 13-kuni Urumchi vaqti yarim kecha soat 1:30 o'tganda Qozog'iston va Qirg'izistondan kelib diyorimizdagi bu katta yig'ilishga qatnashmoqchi bo'lgan dangliq cho'lponlardan Qozog'iston Darvishlar Uyg'ur ansambli, Qozoq o'g'loni Xayrat Nurtas, Qirg'iz o'g'loni İlyas Abdurazzoq qatorliq cho'lponlar Urumchi aerodromiga o'ngishli holda qadam bosdi. Alkuy to'ri bu qatimliq katta yig'ilishni O'rta Osiyodagi har qaysi millatlarga naq maydondan xabar berish, shundaqla diyorimiz xalqiga bu qatimliq do'stlik san'at kechiligining umumiy ahvolidan keng kushada huzurlantirish maqsadida Urumchi aerodromiga chiqib, chet ellardan kelgan san'atkorlarni kutib oldi va aerodromda ular bilan naq maydonda suhbat etdi. Biz deb sog'indik. Boshingizga sog'lik. Ya, kelganimizga o'ta quvonchimiz. Bir yilday bo'lib qoldi Urumchiga kelmaganimizga. Rahmat o'shanday do'stlar, qizlar kutib olib жатыр. Xo'sh bo'ldim, quvonib turib, rahmat baringizga. Dayinlik qishdi. Dayindalib keldik. Жаңа andirmen keldik. Xudoy qolsa kelingizlar, ko'ringizlar. Orda to'bi, Dervish to'bi, Baxtaltay Sirmi Sabay ko'pchilik anshir keldi. Xudoy qolsa ko'rasiz, bag'asin berasiz. Assalomu alaykum, alki to'rdashlar. Biz Darvishlar to'pi sana xizmat qiladi. Assalomu alaykum. Biz mana soat 2:00 2:dan ketdik. Biz Urumchi aeroport vokzaliga tushdik. Mana kayfiyatimiz yaxshi, aytib konsert yaxshi, cho'ng o'tishimiz umidimiz. Tayyorligimiz yaxshi. Hamma tomoshabinlarni aytib cho'ng konsert kutamiz. Bizning sirt, ya'ni biz bilan kelgan bizning do'stlarimiz, bizning Qozog'iston estradasining yurtdoshlarimiz keldi. O'rda to'pi, Xayrat Nurtas degan baba. O'rtada sirt, yana Qirg'izistonga ketish kerak. Balkim sizlar mendan uzoq turolmaysizlar. Ammo shu yiroq yurtlardagi qarindoshlarga qanday bir yurak so'zlaringlar shuni ishga qilsin. Endi ati konsertda bo'lgan tomoshabinlar ular baxtli deb hisoblaymiz. Endi nurg'un odamlar siz degandek yoqda boshqa shahardan kelgan mumkin bor, biroq bu oxirgi emas. Men o'ylaymanki, bugun kelishimizda biz yo'lni ochib oldik. Bundan keyin shularda keldigan yillarda biz cho'ng konsertda bukul hamma shaharlarni aralab chiqish umidimiz bor.
Şöyle görüşküçe sağ selamet kıvalık. Sizlerni hurmat qilmadi bizda erishlar. Rahmat. Oy güllayım, yüreğim kuyudu dayım, anda kıldım mezgil ayım. Nege barimiz yarim. Qisqagina 10 soatdan ortiqroq vaqt o'tgandan keyin Urumchi shahriga joylashgan Xinjiang Xalq sarayida kechilik rasmiy boshlandi. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq har millat xalqdan tashkil topgan 3000 dan oshiq diyorimiz xalqi Xinjiang Xalq sarayiga jam bo'lib, O'rta Osiyo do'stlik kechiligini naq maydondan ko'rdi. Assalomu alaykum, Alki Torna aziz ko'rganlar, ekran oldidagi suyimli do'stlarim bilan Alki ekran orqali yuz ko'rishganligimizdan to'liq xursandmiz. Bugun bu yerda O'rta Osiyoda